Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Arslonbek. Yana bir faizli xonadonimizda tunuka fon ishlarini go'zal holatda qilib yakunlab berdik. Sizlarga mana shu xonadonimizni to'liq obzor qilib beraman. Kanalimizga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga bu xonadonimiz nech pulga bitdi, qanaqa dizayn fasonda bitdi, hammasini ko'rsatib boraman. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, doimiy ravishda birinchilardan biz qo'ygan video sizga birinchilardan yetib boradi. O'z xonadoningizga dizayn fason tanlab olishda ham qiynalmaysiz va tunuka fon haqida bo'lgan ma'lumotlarga to'liq ma'lumotlarni bilib olasiz. Inshaalloh sizlarga shularni yoritib borishda davomiy bo'ladi. Xo'p, bu xona ichkari tomon shapka qismini qilib berganmiz. Ichkari tomon shapka qismi va darvozaxona qismini qilib berdik. 18 million so'm evaziga bu xonadonimizni polnosti mana shu 125 sm ga bu tomoni bilan 22 metr va akfana tepalari mana bu xorlar bilan birgalikda 675 ga 475 bo'lgan mana shu darvozaxona qismiga dela fason, novokarnes, tillo profillari, shaxmatlari bilan birgalikda chiroyli holatda qilib berganmiz. Bu xonadonimizga ko'rib turganingizdek oq rangga, mokri rang va tillo rangdagi tunukalarimizdan foydalanganmiz. Xo'p, Samarqand tunukasidan foydalanamiz. Bu xonadonimizga 035 qanalidagi tunukamizdan chiroyli holatda qilib, ishlarni go'zal qilib bitkazib berdik. Xonadon egasi mana bu plafonlarini, ya'ni lyustrasini va mana bu plafonlarni olib berdi. Kabellari bilan birgalikda biz montajlarni ham tepa tomonda chiroyli holatda qilib, yoqib, go'zal qilib berdik. Xonadon egasi bir mahal abed berdi va 18 million so'm to'lov qildi. Hamma mahsulotni ichida qilib, chiroyli holatda qilib yakunlab berdik. Sizga ham mana shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizning 93 446 25 25 nomerimizga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Sizlarga vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Inshaalloh mana shunaqangi chiroyli holatda bitgan ishlarimizni yanada sifatli holatda qilib sizlarga ko'rsatib kanalimizga joylab boramiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana shu videoni tunuka fon qildirmoqchi bo'lgan do'stinglarga yuborib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.